Qanaqasiga farzandni qulog'im tinchsin, boshqalar menga bosim qilmasin, o'zini tinchligi sababli dunyoga keltirish mumkin. Yaqinda bir eski tanishim bilan gaplashdik. Oila qurganiga 3 yil muddat bo'lgan, 1,5 yashar farzandi bor. Farzand tug'moqchi ekanligini aytganda men juda ham hayron qoldim. Sababini so'raganimda atrofdagilar gap so'zi, qachon ikkinchi farzandingizni dunyoga keltirasiz yoki qaynonasi o'g'lim boshqa tengqurlariga yetib olsin degan bosimi haqida gapirdi. Qanaqasiga oilaviy muhit nosog'lom, doim janjallar bo'ladigan oilada, undan tashqari kichkina 1,5 yoshli farzandi bo'lgan muhitda yana qo'shimchasiga farzand dunyoga keltirish mumkin. Hazil gap emas, ya'ni farzand bu juda ham katta mas'uliyat. Uni ruhiy, jismoniy, biologik va ijtimoiy hayotda rivojlantirish bizning vazifamiz. Bu narsani ko'proq o'zini anglamagan yoki farzand nima ekanligini yaxshi his qilmagan ayollarni qarori deb bilaman. Farzandni odamlar gapini deb yoki qulog'im tinchsin, kimlarnidir bosimi uchun dunyoga keltirmang. O'zini tinchligi uchun boshqa bir insonni hayoti bilan o'ynashish bu juda ham xato deb bilaman.